Hammaga salom. To'xirov haqida bitta fakt. Qani boshladik. Ismi Feruzbek, familiyasi To'xirov, yumorist, Andijondan 2005-yilda tug'ilgan va hozirda 20 yoshda. Millati o'zbek, ukasi bor, bitta opasi ham bor. Rossiyada iqtisod yo'nalishi bo'yicha o'qiydi va ishlaydi. Boshlanishiga so'kinib videolar ishlagan, uylanmagan, videolar montajini qilmaydi, lekin o'zi montajyor. Endi ijodini boshlaganda har xil trendlarni buzib ko'rgan. Yoshligida bobosi bilan katta bo'lgan, rus tilini biladi. Maktabda ham rus sinfida o'qigan, ingliz tilida ham bitta video chiqargan. So'kingan videolarni o'chirib tashlagan. Ijodini boshlaganida 6000 obunachisi bo'lgan va 6 oyda 1 million obunachiga ega bo'lgan. Boshlanishiga ruscha sitatalar bilan boshlagan. Qora yumor videolari ham ishlab turadi. Hech qanday ssenariylarsiz video ishlaydi. Futbolni yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan o'yinchisi Ronaldo. Mittimening ijodini kuzatadi. Yilning eng zo'r blogeri nominatsiyasini olgan, lekin mukofotni olmagan. Mirshakar Fayzullayevning ko'rsatuvida qatnashgan. Sport o'yinlari orqali onlayn daromad topishni xohlaysizmi? Bizning Sinov.uz Telegram kanalimizda siz aynan shunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Kanalimizda tayyor stavkalar doimiy ravishda taqdim etiladi. Bu orqali siz osongina daromad olishingiz mumkin. Video ostidagi manzil orqali hoziroq o'tib, kanalga obuna bo'ling va onlayn pul ishlashni bugundan boshlang. Sport qilishni yaxshi ko'radi. Hayotda asabiyroq. Reklama beruvchilar bilan asosan akasi dogovor qiladi. Reklama uchun maxsus ssenariylar ham yozadi. Boshqalar bilan solishtirishni yomon ko'radi. Rossiyada ham reklama olgan. iPhone 17 si bor, mashinasi esa yo'q. Juda ham kam rasxod qiladi. Asosan reklamadan daromad qiladi. Konsert qo'yish maqsadi bor. Kommentariyalarni o'qib chiqadi. Twitterda ham aktiv. Negativlarga e'tibor bermaydi. O'zi kommentariya ham yozib turadi. PS o'ynaydi. Avaz ham shunga moslab qo'yilgan. Zamonga qarab yashaydi. Yangi yil paradiga borgan. Metroga ham tushib ko'rgan. Nestvaning eng tepa qavatiga chiqqan. Morojniy yeyishni yaxshi ko'radi. Vaqtli uyg'onadi. Questga borgan. Real Madridning fanati. Videolarini edit qilishadi. Qorni juda ham yaxshi ko'radi. 1 million bo'lganini limon bilan nishonlagan. Har 100 ming obunachisini esa mikrovolnovka sonlari bilan nishonlaydi. To'xirov nomli fake akkauntlari ko'payib ketgan. Bilyard o'ynashni yaxshi ko'radi. To'yga faqat ovqat yeyish uchun boradi. Instagramdan galochka olgan va buni ham video qilib chiqqan. Samolyotda kelganida bagaj olish esdan chiqib qolgan va ko'p yuklarni olib kela olmagan. Juda ham ko'p reels tomosha qiladi. Har xil bosh kiyimlari bor. Yoshligida o'zining qo'ylari bo'lgan. 4 kunda 100 ming obunachiga erishgan. Itlardan qo'rqadi. Telegramda dumaloq videolar tashlaydigan kanal ham bor va u yerda 46 mingdan ortiq obunachisiga ega. Bu kanalni 13-mayda ochgan va videolarini esa 15-iyundan yuklashni boshlagan. Otasi bir marta ham urmagan. Podpischiklari qiz bola profil ochib yetirmoqchi bo'lgan. iPhone'ni budilligini yomon ko'radi. O'zida millionerni dunyoqarashi bor deb hisoblaydi. Akasini yaxshi ko'radi. Maymunlar qiroli bo'lishini orzu qilgan. Instagramda 1 million 100 ming ortiq obunachisi bor va 360 dan ortiq post joylagan. Rossiyadaligida ishlashga ham majbur bo'lgan. Yozgi ta'tilda ham ishga chiqqan. Har doim kech qolib yuradi. Savdo markazlariga kirganida ko'pincha adashib qoladi. Suzishni biladi. Ingliz tilini biladiganlarga havas qiladi. 1,5 ming dollarga vertolyotga uchishni taklif qilishgan. Yoshlikda juda ham ko'p mahalla futbolida o'ynagan. TikTokda ham ijodini olib boradi. U yerda 42 mingdan ortiq obunachisi bor va 600 mingdan ortiq like ishlagan. Ximiya fanini yomon ko'radi. Yomg'irli havoda sayr qilib turadi. Yoshligida sneaker zavodining egasi bo'lishni orzu qilgan. Twitchda o'z akkauntiga ega va u yerda streamlar ham qilib turadi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va keyingi bitta fakt kim haqida bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.